Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlarni boshladik. Mustaqil O'zbekiston tarixda ilk bor o'z sun'iy yo'ldoshini uchiradi. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavti ham fazoga uchiriladi. Bu borada ishlar boshlanganini Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va xalqqa qilgan murojaatnomasida qayd etdi. Davlat rahbari bu yangi O'zbekistonning ilmiy va texnologik rivojlanishiga, umuman milliy taraqqiyotni yangi bosqichga olib chiqishga katta turtki berishiga ishonishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston 2030-yilga borib IT xizmatlar eksportini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganini bildirdi. Qayd etilishicha, 2026-yilda Toshkent shahri, Buxoro, Farg'ona va Toshkent viloyatida 4 ta data markaz, 2 ta superkompyuter va 15 ta oliygohda sun'iy intellekt laboratoriyasi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari iqtidorli yoshlarning kvant, dron, robototexnika kabi yo'nalishlardagi konstruktorlik loyihalarini amaliyotga tatbiq qilish uchun raqamli texnologiyalar markazi tashkil etiladi.